Bu tishinglarni tutqilab bo'lgandan keyin va qo'linglarda qilib beqinglar. Oyada yana kir qolgan bo'lsa, demak, sening yoshlaring yaxshi emas degan gap. Ma yoshlarni 8 tane shu 14 ko'ga sir qaravamga chiqarib qo'ydim. Mani qilimi qaranglar shunda to'm. Uning ustiga tish kirni shunda pokiz epiritgan. Men qaysi kuni shunda bir gangachilik qilib qoldim. To'yga chiqsam, o'tirib shunda qilib qolsam, o turnug'im bir turdi, bir to'g'az cho'tqilab chiqqandim ya deb. Men qarab bilan qog'oz etib etdim, tövbe dedim. Meni uyda ishlatgan yoshlarim munda deglar. Men pek qattiqni ishlatmayman, men tishimligim qanab ketdi. Ma'lum qilib bek yumshoq bo'lgandan keyin bu tishdagi kirni pokiz epirilmaydigan yoshlarimni almashtirgan vaqtni o'tkazib yetib qoldim-mu. Shuning bilan mani egagentim qandaroq keladi debchu ma veygansa qarasanglar uchun birisini chavshini asanglar olti ko'chaning og'idek yosharkan. Yago kucha va men yoshlarimni 3 oyda bir qitim, 2 oyda bir qitim chuqum almashtiringlar. Yoshlarni chuqum almashtiringlar. Adogun doktorxonaga borsanglar palan pul xajlab ketasizlar. Uyda odam sananglar jiq bo'lsa, Alloh tavsiya qilman. Hammasidan 2 jupdan chiqadi ekan. Qaranglar tishlarimga. Shunda pokiz tozalab bir ekan. Kichik aramsiga qo'ydim juma. O'zim ishlatmagan narsani sizga tavsiya qilmayman.